pnevmoniya bilan og'rigan bemorlarimiz uchun o'pka faoliyatini tiklovchi nafas olish mashqlarini ko'rsatib beramiz. Birinchi mashq joyimizda yurish mashqi. Dastlabki holat, oyoqlar juft holatda, qo'llar belda, oyog'imizni yuqoriga ko'tarib joyimizda yuramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dastlabki holatga qaytib mashqimizni tugatamiz. Ikkinchi mashq, dastlabki holat, oyoqlar yelka kengligida, qo'llar belda, nafas olamiz. Yonga engashganda nafas chiqaramiz. Dastlabki holatga qaytganda nafas olamiz. Boshqa tarafga engashganda nafas chiqaramiz. Nafas oldik. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Yana bir marta nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas chiqaramiz. Dastlabki holatga qaytib mashqimizni tugatamiz. Uchinchi mashq, dastlabki holat yelka kengligida, qo'llar belda. Shu turgan holatda nafas olamiz. Yarim o'tirgan holatda nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Yana bir marta nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Dastlabki holatga qaytib mashqimizni tugatamiz. Qo'llarimiz ko'krak ustida, nafas o'pkamizni to'ldirib nafas olamiz. 3 sanog'ida nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Yana bir marta. Dastlabki holatga qaytib mashqimizni tugatamiz. Dastlabki holat, o'tirgan holatda qo'llarimiz ko'krak tagida, nafas olganda biroz orqaga kerilamiz. Nafas chiqarganda 3 sanog'i bilan nafasimizni chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Yana bir marta nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Dastlabki holatga qaytib mashqimizni tugatamiz. Dastlabki holat, qo'llar bukilgan holatda, yonda, nafas olganda tirsaklarimizni yonga keramiz. Nafas chiqarganda dastlabki holatga qaytamiz. Nafas oldik. Nafas chiqardik. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Yana bir marta nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Dastlabki holat, o'tirgan holatda nafas olganda qo'llarni yonga ochamiz. Nafas chiqarganda o'zimizni quchamiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz.
Yana bir marta nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Dastlabki holatga qaytib, mashqimizni tugatamiz. Mashqlarimiz har kuni kunduzgi vaqtda 8-10 martadan bajariladi. Ushbu mashqlarimizni profilaktika uchun ham bajarib turishingizni tavsiya qilamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.